Ha, mana shu yerda do'stim. O'ram choyxonasini oldidan o'tib ketyapmiz ana. Xullas biz Marg'ilon qizlar yana o'tib ketaveramiz. Xullas, obunachilar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Boringlarga Do'stim stakanni yaxshisini haqiqatan sovg'anlar. Bitta makon, bitta stakan. Daholingiz zo'r. O'zi ham bes вообще bola ekan. Kattagina ekan. Toni ham chiroyli, ha. Şeyde biz kutadigan bo'ldik ha. Bir otaxon borlar o'shda. Yaqinda yuralarimni o'sha lichena qildirib keldilar. Shunday bo'lsa-da qiziqarlar. Qiziqishlari вообще kuchli ekan. Joy sal yetuvchi keling. Joyni to'g'ri. Neyroda ichkarida yo'qmi? Ha, o'ylab. Bu eshiga qanday o'ylayapsan? Eshigini tagiga bo'lmaydi, birov eshigi. Undaroq bo'lsam qo'yarlar biz. Ha, nariroqqa bo'lsa ham qo'yaylik. Salqin joyda ham bo'lishi yurishadi shekilli. Ha, mana shunaqangi yurishadi. Ularsa hammasi mana joy jarayonda bo'ladi-ku, ko'rsizlar. Biz o'ram oshxonaga tekdik. Qanday qo'yamizmi oshni? O'ram oshxonasini oldiga keldi. Yo'q, u tomon qo'yib, mana shu. Yo'q, bu yer yurmasa ham shopir yo'q. Mana ko'tiga to'qillab qo'ysangiz ham bo'laydi, surib qo'y. Ha. Oldi emasmi? Ha? 12 so'mlik. 12 so'mlik qo'yara. Jarayonni ko'rsizlarmi? Biz nima desa bo'ladi? Hali uyushilmagan qarab tur. Ya. Qarab yana o'zga yurib qo'y. Mana to'sib qoldingmi? Mana. Ha. Aytib turar. O'rlab qadamroq qo'yib qo'ysak, chiqib ketadi-ku. Bo'ladimi? Ko'tiga chiqib ketadi. Ular sen gapiravering do'stim. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun Farg'onalik bo'lamiz olamiz. Farg'onalik bir otaxonimiz keladiganlar. U kishiga albatta omonatlari bor. Namangandan albatta xo'roz yaxshisi 100 talik xudo xolasa, makoni ham yaxshi zotdan. Xullas, o'sha kishiga biz Marg'ilonga keldik. Inshaalloh u otaxonning o'zlari ham bir sovg'am bor, surprizim bor deyaptilar. Endi bu nima narsaligini to'g'ri so'z bilmaymiz. Albatta tushib o'zlari bilan ko'rishganimizdan keyin bu narsa oydinlik kiradi. Bunga kuzatib, qo'llab-quvvatlab turishinglar. Bugun zo'r bir video bo'ladi degan umiddamiz. Sababi otaxon nima narsa olib kelibdilar ekan, o'sha. Bilmadim, men mana hayronman. Dakan ishqibozchilari endi nima narsa sovg'a qilishi mumkin. Dakan ishqibozchilari bironta bir cho'ja dakan berardilar. Mana aslida o'tirmoqchi. Cho'ja beramikin. Qaytib qo'ya qolasan. Boshqa qo'ygan joy yo'q qadrdonlar. Anida qo'ysak bo'lmas ekan. Yo'q, chizdirib ketar ekan. Yo'q, chizdirib ketmaydi o'zi yo'ldik deganda Marg'ilonga kelmaydigan qilib qo'ymasinmi? Stopda topgan pulimizni anaqa robot saqlanmay chaplar mana shu Rolex mana shu yozmasmidimi? Shuni oqirban zinani qaraymiz-da. Zina yo'q. Qani unadan o'chilmabdi. Islom, unaga borib qarachi, birorta javob bo'lsa ushlabtirma, o'tib boraman. Jiyanam turaveradi. Jiyanam shu siri emas. Mana bas shu siri bo'lish kerak. Keling, aka. Mana yana javob bor ekan. Men kimdir ham telefonda gaplashibdi mana. To'g'ri tushunamiz. Ular shu. Shunaqa kuzatib turinglar. Cheygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan birga parkovka qildik-da. Ekan. Xo'jona Assalomu alaykum. Buni ozgina ochib ko'rsatish kerak. Yo'q, tasanno. Hurmatli kuzatuvchilar, mana buni qarang. Otaxon ovora bo'libsiz-da, joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar ham bitta ko'rsin-da. Ha, bir ko'rib maza qilsin-a. Otaxon ham mana tinib tinchimagan odamlar-da. Joningiz sog' bo'lsin. Qaning? Voy. Juda ham chiroyli qilib. Tasanno. Mana naqshlarni qarang. Naqshlar haqiqatan. Otaxonni juda ham tiniq qilib tushirishdi. Ilib qo'yadigan qilib mana cho'tgina qo'yishdi. Tindiribsiz-ku. O'ta udar bo'libdi. Opsmo bo'libdi. Aka, Rishtonni sovg'asi deydi. Qanaqa ekan? Bu oshga alohida. Bunda naqshlar. Bu oshkiga. Bunda obunachiga tushirishdi. Asosiyini ko'rsatib, baqa o'tib turing.
bizga asosiysi kerak. Bizga asosiysi mashinasi. Otaxon joningiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Boringizga shukr. Vaqtimizga sog' bo'ling ota. U juda go'zal chiqibdi oman, juda go'zal. Unaqasi bo'lmaydi. Unaqasi yo'q. Endi hurmatli obunachilar, yoshlarning kattami, kichkinami bo'lishidan qat'iy nazar ota-ona bo'lgani yaxshi-da. Aytamizki, Bu yoshga biz ham kiraylik. aytganingiz kelsin. Shu yoshlariga men bu boyda ko'p ko'raman-da. Bular necha yildan beri Videoda yozishadi, ha. Kilayotgani yasab chatga qilib, ularni mehnat qilishadi bu boy. Bundan aralashadi. Yoshlar ziyoda bo'lsin, 96 yoshga kirgan bo'lganlarmi baribir Bizlar shu haligi yoshlarga kiraylik. quvvatlari O'shanga yaxshigina misol. Alloh hech qachon quvvatlardan qoldirmasin mana qarang. Juda ham yarqin, hurmatli juda ham kuzatuvchilar, Alloh sizlardan shu yoshga yetkazsin, joninglar sog' bo'lsin. Avvalo ota joningiz sog' bo'lsin sizni. Biz ota bilan biz telefonda gaplashib yurardik, yuzma yuz ko'rishmagandik. Mana bu obunachilarga bitta ko'rsatib, ko'tarib qo'yingchi bir mana shunaqa qilib o'zingiz boqqara, ha? Ana, o. Obunachilar ko'rdinglarmi? Chotga chiqibdi. Qindirib o'ribsan aka. Alloh rozi bo'lsin. o'tadi, choldi o'zi. Rahmat. Ha. 96-95 hayotlar. Ikkovlar. Ha, hayot. Ularni otalari. Ular onalari. 31-30 yillar ekanda. Ha, Shunday. boringizga shukr. Hurmatli kuzatuvchilar, bolanglarga shukr. Otaxon Alloh rozi bo'lsin. Vaqtingiz sog' bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Amaliyda Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor obunachilar. Otaxonimizda yo'q, keling bir bizlar ikkalamiz hukmlar qilamiz. Hurmatli obunachilar, shu otaxonimizdan duo qilib qo'yinglar. Yaqinda Toshkentga borib litseyni qilib keldilar. Yurakni operatsiya qildiringizda shu yoshda. Biringiz duo bo'lsin. Ularga umr qo'shilsin, duo qilib qo'ying. Ko'p kishining duosi ijobat, obunachilar. To'g'ri. Joninglar sog' bo'lsin. Otaxon Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Ha, bu sovg'ani mana Xudo xohlasa oldik. Biz ham sovg'a olib kelganmiz emasmi? Qishqiradigan olib kelganmiz. Ha. Ushlattiring buni. Ha. Ushlattiring. Buni sirga chiqmaslik kerakda. To'g'ri. Mana sirni topib qo'yasiz-ku. To'g'ri. Ha. Siri ko'chib qoladi, to'g'ri. Hozir uni amallab yana bir hali skotchlab nima qilib olamiz. Endi obunachilarga ko'rsatish uchun ko'chirdik. Iloji boricha sizlarga ko'rsatdik. Uni ustiga qo'yavering buni. Qo'ying. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ana endi kech bu oshiydigan o'zingizga bo'lsa. Ha. Cholkam bilan oshiysiz. Ha, bitta oila uyda o'tiradi-ku, bu katta ekanda, oila o'tirganda ko'pchilikka Birinchi tovoq zo'r. bir xil. Ikkala oshda boraveradi bu. Ha. 1,5 kilo 2 kiloni. Boringizga shukur. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Boringlarga. Endi bularga berayotgan sovg'ani ko'rsata olmaymiz. Ko'rsata olmaymiz. Chunki narushение, YouTube'da narushение bor. Ko'rishni davom etamiz. Biz O'ramdamiz mana. Bu O'ram oshxonasining mana nonlari va bu yoqda haqiqiy nimalar. Har xil. Salpan quloqlari, do'llari borib berib